Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Men Amerikaning Los Angeles shahrida turadigan Erkin Sidiq. Bugun 2021-yili 10-8 kuni juma. Men muhabbatlik videolik programını başlamoqchi hozir. Bu haftada men uchun eng chong xabar bir Zhang Familik Xitoy saqchisiniki Uyg'urlar haqida bergan guvohligi. Bu kishi ikkinchi qatimliq sotda, mening bilishimcha birinchi qatimliq sotda chiqqan deyman. Uyg'ur sotida isbot bergan. Lekin bu qatim CNN, Amerikaning CNN media shirkati bilan bo'lgan suhbati hali cho'ng ta'sir qo'zg'adi dunyoda. Nurg'un medialar bu kishiniki degan so'zlarini naql keltirib maqol xabarlarni e'lon qildi, dokladlarni. Bu to'g'riliq bak tafsilga to'xtalmayman. Ba'zi medialar Xitoycha bu odamlarga degan gaplarni xulosalab obdan programni bergan. Men uni kesib olib, o'zimniki Facebookga chiqarib qo'ydim. Xitoycha biladigan qarindoshlarni ko'rib boqinglar deb. Uni men aytib kishilar ko'rib to'qarsam 2000 dan eshib ko'rganlar. Ish qilib bu kishi biz burun biladigan ishlarni yana bir qatim jazmlashtirib, yana bir qism bo'sh o'rinlarni to'ldirib degandek Xitoyniki Uyg'urlar ustidan yurgizgan irqiy qirg'inchilik haqida yaxshi faktlarni o'tirib qo'ydi. Buning ichida meni alohida jalb qiladigan bir necha nuqtalar bor. Buni qarindoshlarga deb qo'ygan bor. Bo'libmi bizniki ba'zi faoliyatchilarimiz diqqat qilmayotgan ishlar bor. Xitoyniki zodi Uyg'urlardan qancha odamni so'lab, qancha odamni o'ldirib bo'ldi degan masala kelgan chog'da intayin beparvolik pozitsiyada ish qilayotgan kishilarimiz bor bizning xalqaro so'rovlarda. Shunga bu ishni taklif qilmoqchi. Bu Zhang Family Xitoyning deyishicha, buningga dastlabki taklif Sharq Turkistonga berib ishlash, Uyg'urlarni lager sulash ishlariga yordamlashish haqida kelgan taklif 2015-yilda kelib ekan. Bu taklif jami Xitoy o'lkalarida ishlaydigan saqchilardan 150 ming odamga borgan ekan. Ya'ni Xitoy hukumatining boshqa Xitoy o'lkalaridan bizni vatanga olmoqchi bo'lgan Xitoy saqchilariniki soni 2015-yildagi planda 150 ming ekan. Bu yerda bir narsani o'ylab baxsak bo'ladi. Agar tutildigan har 10 Uyg'urga ishkirdan bir saqchi oladi desak, 150 ming odam 1 milyon 500 ming odamning o'tisidan chiqadi degan gap. Agar har 50 odamga bir odamni o'tadi desak, 7,5 milyon Uyg'urni tutadi degan gap. Xaronlarda bor Xitoyniki armiyasiniki intan cho'ng bir qismi shu bizning vatanda turg'izg'uliq. Bizning vatanga o'rlashtirgan saqchilarmi bak ko'p. Unisiga bingtami bor. Ashundaq turib 2015-yili ishkir o'lkalardan 150 ming Xitoy saqchisini Sharq Turkistonga yetkazib bormoqchi bo'lganligi nimadan darak berdi? Buni bu to'g'rida o'ylab baxsak bo'ladi. Undan keyin bu odamniki bergan isbotida bu odam shu Sharq Turkistonda ishlagan 1 yilning ichida tutgan Uyg'urlarning soni 900 mingdan oshib ketibdi 1 yilning ichida. Taklif 2015-yilda kelgan bo'lg'achqa bu 1 yil degani ehtimol 2016-yili yoki 2017-yilni ko'z tutadi. Men sizlarga burun degandim, 2017-yili kuz faslida men bir uchragan bir maxfiy yig'inda deyilgan so'z 2017-yili 1 yilda tutilgan Uyg'urlarning soni 800 mingdan oshganligi haqida. Men bundan keyin xalqaro kuzatish tashkilotidagi birlarga deb qilib yurib 2018-yilniki 1-oydan boshlab Xitoy hokimiyati 800 ming yoki 1 milliondan ko'p Uyg'urlarni tutib suladi degan xabar chiqishga boshlagan 2018-yil 1-oyda. Undan keyin bu sonlar o'zgarib mangdi, ko'payib mangdi. Adrian Zenizmo lagerlarning sonini e'lon qildi, 1300 dan ko'p degan. Undan keyin bu tutilgan Uyg'urlarning sonidan har xil sonlar bor. 3 million degan yerlar xili ko'p. Bu yil 5-oyda Los Angeles davr gezitiga 8 milliondan ko'p Uyg'urlar tutqun qilindi degan son doklad qilindi, xabar qilindi.
Mən özüm egalligan uçurga asasan hozir qadar shu 2014-yildan keyin tutilgan Uyg'urlarning soni 9 millionga bordi deb keldim. Bunisi konkret narsalar bor. Meniki men o'zim manbadan bevosita olmagan bu xabarni manba hozirmi Sharq Turkistonda vazifada o'tayotgan kishilar, Xitoy soqchilarining boshliqlari endi. Ben o'ttirga adam orqali olgan xabarni, mening olgan xabarim 9 milliondagi odam tutildi. 1 milliondan ko'p odam o'lib bo'ldi 2014-yildan keyin. 1 million 800 ming odamni lagerdan turmaga o'tkazdi. 2 million 100 ming odamni ishga o'klayga ketdi degan endi. Masalan bor. Men buni izil deb ko'rataman. Endi shu o'tgan hafta ichida ba'zi qarindoshlar Sharq Turkistondagi 10 million Uyg'ur xalqining 1 millioni sulaqda degan gaplarni davotida xalqaro o'rinda. Meningcha sal diqqat qilsak, bizda hozircha nim bo'lsa, nim demoqchidim, iymon emas, insof bo'lsa. Hozir Sharq Turkiston ahvoliga qaragan bo'lsak, biz bildigan vatan yo'qolib ketdi. Hozir quruq Uyg'urlar intayin azob ketdi. Qilib qolgan Uyg'urlar hozir butun yer, mulki hammasini ayrilib, külük işlemci yapıştırdı. Pukuniyada manç gün pahtırdıgan şu var, Polonyada manç gün açıkmış tırdıgan şu var degandek. Açta oturuşlarga berip işlep açta jamba qadagan bolup kaldı Uyg'urlar ahvoli. Mushundaq bir vahshiy ahvol ostida biz o'zimiz biladigan haqiqiy gapni desak. Men hozirga qadar nurg'un suhbatlarga qatnashdim, leksiya so'zladim, to'xtamay Twitter bilan chiqaryapman. Bularniki hech qaysida mening ismim bir gazetga yoki bir yerga chiqib qolgan. Mening degan gapim bir yerda naql keltirib qolgan deb o'ylab boqmadim. Menga nurg'un kishilar ishinib uchirmangdi. Men shu uchurni aynan dunyoga anlatay deb shunday tirishib kelyapman. Boshqalar menga o'tgan uchurni menga bergan omonati deb qarayapman. Shu bilan chiqib kelyapman. Meningcha bu vaqtda boshqa qarindoshlar o'ynab boqsa. Nurg'un odamlarning ish qilishda ikki xil manfaati bo'ladi. Bir cho'ng manfaat, bir kichik manfaat. Chet elliklar uchun tadqiqotchi bo'lamdi, boshqa ishlar bo'lamdi. Uyg'urlar ustida gap qilayotgan, o'bishlar qilayotganlarniki ko'pincha cho'ng manfaati Uyg'urlarniki Uyg'urlarga qilgan zulm bo'lsa, meni kichik manfaati bor. Ayrim kishilarning bo'lsa, o'zining shaxsiy manfaati cho'ng manfaat, Uyg'urlarniki bo'lsa ikkinchi o'rinda turadigan ahvol bor. Ben bunu ba'zilarla paylaşıp bilgen. Ama Uyg'urlar uchun unda bo'lmasligi kerak. Biz shuncha narsadan ayrilib qoldik. Hozirgi kunda agar bir Uyg'ur chiqib xalqaro o'rinda 10 million Uyg'ur nüfusuniki 1 millionni sulaqda desak qamlashmaydi bu. Bu qat'iy amaliyotga uyg'un emas. Men ash gapni anglagandan keyin ko'nglim intayin yerim bo'lib ketdi. Endi mushunchalik beparvosizlik qilgan shu bugungi kunda deb. Shunga mening deydiganim hammamiz millatga ega chiqayli. Xitoy jiniga nurg'un biz burun bilmaydigan gaplarni deb pash qilib qilyotdi. Biz bildigan uchurlarni xili bor. Men sizlarga ko'p deb keldim. Hozir qadar biz egallagan uchur xalqaroga 2 yillardan keyin chiqyotdi. Keyin men hozirgi deb kelayotgan shu sonlarga narsalarga o'zim ishlaman. Yolg'on bo'lib chiqsa yaxshi. Men umid qilganim bu emas. Yolg'on bo'lib chiqsa bek yaxshi bo'ladi. Ama Uyg'urlarning başa kelgan kun intayin eg'ir bizni tatgan ziynimiz bek cho'ng. Cho'ng biz xalqaro sahnalarda xalqaroga gap qilgan vaqtimizda biz bildigan ahvolni aynan deyli. Bu ishlarga o'zimizniki shaxsiy narsalarni alashtirib olmayli. Meniki bildigan taklifim shu. Bu haftadagi ikkinchi cho'ng xabar men uchun Amerika'nınki davlat bexatarlik maslahatchisi, Amerika hukumatining maslahatchisi Jake Sullivan degan kishi yine Yang Jiechi bilan ko'rishdi. 6 soatdek paranglashibdi bu qatim. Bunun ichidagi yaxshiroq xabar, bu kishi yana bizniki vatan, Hong Kong, andan keyin Janubiy Xitoy dengizi, Tayvan qatorliq rayonlarniki masalalarini tilga olibdi. Aslida bu kishiniki bu qatim Yang Jiechi bilan ko'rishishdagi asosiy maqsad Xi Jinping bilan Baydenniki ko'rishishni o'rlashtirish edi, asliki maqsadi.
Ammo bu kurashdan sal burun Shi Jinping Bayden bilan kurashmaydigan bo'pti degan xabar chiqqan. Ashtaq bo'lsa-mu bu kurashish yuz beribdi. Bayden taxtga chiqqandan keyin Shi Jinping bilan kurashgisi kelib ketdi. Har xil yo'llar bilan shunga tirishayotdi bu odam. Telefonda so'zlashmoqda, unda qilib ma'mu aslida shu ishning bir qismeti. Lekin Xitoy hukumatı Shi Jinpingniki Bayden bilan kurashmaydiganligini e'lon qildi necha kundan burun. Aslida bu yil mush oyniki oxirimi yo 11-oydami? Mush oyning 30-31 kuni 2 kun Italiyanniki Rim shahrida 20 davlat 20 taraf qilgan 20 davlatlarniki rahbarlariniki kurashish bo'ti. Bayden agar Shi Jinping shu yerga borsa shu yerda bir ayrim kurashsa deb shunga necha kunga tipirlab shurgan. Bu qatam Shi Jinping u yerga bormayman, kurashmayman degan o'xshaydi. Meni olgan xabar mashundoq. Bu qatamki bu Sullivan bilan Yang Jiechinniki kurashishning natijasi Shi Jinping bilan Bayden bu yil chiqishdan burun video orqali kurashadigan bo'pti. Buniki konkret narsalar e'lon qilmadi. Hozirgi qolgan qaror shu. Bu qatimki bu Sullivan bilan Yang Jiechinniki kurashishi butlay maxfiy bo'pti. Uni muxbir hech kim kirgizmabdi. Shunga endi konkretni qandaq gaplar deyildi, buni bilib olmaydi. Umuman aytgan chog'da men hozir bu yerdagi xabarlarni deyishdan nihoyat o'zimni tortyapman. Nimcha qilsanglar bak ko'nglim yerim. Hozirgi dunyoviy yuzlanishga qarata meniki ko'nglim bak yerim. Nihoyat umidsiman. O'zimizdan emas, dunyo vaziyati bo'layotgan o'zgarishlardan biz biladigan burungi adolatli dunyo, insonparvar dunyo degan narsalar hozir nega ketyapti degan cho'ng savol ustida shuningga nihoyat odamni ko'ngli yerim qilg'ashlar ko'p. Ashta bo'lg'ashqa imkon bor, sizlarga deyishdim o'zimni tortyapman. Ba'zi ishlar bor, endi deb qo'ymasak bo'lmaydi. Umuman Amerikaniki yangi hokimiyati o'tirg'a chiqqandan yoqi ajoyib ishlar bo'lyotdi. Bu bo'layotgan ishlarniki hammasi biz uchun ziyonliq. Bu mayli Amerika bo'lsin, mayli tarqagan g'arb ellari bo'lsin, ular asoschi yo'qolib ketmaydi. Yani dunyo to'lqinsimon mangadi ekan. Hozirga qadar ko'p imperiyalar o'tirib chiqib, ular gumron bo'lib ketib, o'rniga yangisi chiqib, ashtaq bo'lib kelgan. Bundan keyin ashtaq bo'ladi. Gerçi meniki ömrümde yoki yaqinki 50 yil, 100 yilda unda cho'ng o'zgarish bo'lmasimi? Meniki mundaq ishlarga biroq ko'ngil bo'lishindagi sabab asosligi Uyg'urlarga bo'lgan ta'siri. Umumiy aytgan chog'da hozirgi xalqaro o'zgarish yuzlanishlar qandaqdir bizga bir xil ziyonli tarafga ketayotgandek his qilmayman. Shunga Amerikaniki yangi hukumatiga nisbatan norozi bo'lgan vaqtimdami asosan shu nuqtadan norozi bo'lmayman. Boshqa narsa emas. Men Amerikada yashayapman, yaxshi xizmatim bor. O'zimniki barliq o'zimni bor narsalarni joriy qildirib, yaxshi yashashga imkoniyat yaratib berdi bu davlat. Unga aytay minnatdor. Lekin shu Uyg'urlar bilan bo'lgan Uyg'urlarga ta'sir qiladigan ishlarga kelgan chog'da ko'nglim yerim bo'ladi, shunga ba'zida norozilik bildirib qo'yaman. Bu haftadagi 3-cho'ng xabar Tayvanniki ishi. Shu oldingi 4 kun ichida Xitoy jami 148 harbiy aeroplanlarni uchirib Tayvan bo'g'izida Tayvanniki davlat mudofaa havo boshlig'iga kirdi bo'la. Har kuni degidek aeroplan uchirib. Endi lekin Tayvan xalqi maydonidan qarasanglar, ularda hech qanday jiddiylashgan ahvol yo'q. Bu sababi nima desanglar, Xitoy urusholmaydi. Hozirgi bularniki qilayotgan narsalarning hammasi bir xil propoza. Dunyoga propoza qilib, Amerikaga propoza qilib, yine o'zi uchun cho'naq manfaat undirib olaman deb quvvatidi. Bu Xitoyniki xalqaro munosabatda qo'llanilgan bir taktikasi. Birisi bular dunyodagi eng razil dunyo, eng razil guruhdan foydalanadi. Burun har qatim Amerika va boshqa davlatlardan cho'naq manfaat kirishmoqchi bo'lsa, Shimoliy Koreyani chiqarib qo'yadi. Shimoliy Koreya birdamda boshqaradigan bomba sinab qilayotgan, birdamda atom bomba sinab qilayotgan degandek. Ondan keyin Iran bilan bir ishlarni qiladi. Hozir bo'lsa, yaqin bular shu Tayvanga propoza qilib, shu orqali yana cho'nroq manfaatga erishmoqchi bo'lyapti. Xitoyniki manfaati nima desanglar? Agar men bilan savdo qilaman desang,
Uyg'ur masalasini, kishilik huquq masalasini boshqa olib berdi. Bizning sodimiz kishilik huquq sodisi emas deydi. Buni boshqa olib berdi, ana so'zi şeyler deydi. Andan keyin muhitning bulg'unishi. Muhitning bulg'unishidimi yaqinda xabarlarda bor Amerikaniki John Kerry degan kishi Xitoyga bordi. Shundaq Xitoy bitta ko'zga olib qo'ymay, aytaq bir sharmanda bo'lib qaytib keldi mening nazarimda. Hozir men shu narsani tutib olib Xitoy bilan hamkorlashimiz bu deb yuribdi bular. Acayip ishlar var bu yerda. Endi Tayvan masalasimi Xitoy asosan bu ishlarni Tayvanga propos qilib orqali dunyodan cho'ngroq manfaatga erishman deyotdi. Kishilik huquq masalasimi bor. Andan keyin Xitoy virusiniki kelib chiqishi. Bu to'g'riliq ashladimi, bu jihatimi Xitoy dunyoniki nazarini boshqa tarafga burash. Yana bir tarafdan hozir Xitoy davlati ichida intayin og'ir ahvol bor. Xi Jinping'niki kuniga taslishyapti. Xi Jinping xalqaro diplomatik munosabatlarda intayin qattiq mag'lub bo'ldi. Hozir Xitoyni cho'ng patqoq tiqib qo'ydi. Andan keyin yaqin xabarlarda bor. Buni o'ltiradigan guruhlar o'tirib chiqib, bir qism ishlar bo'ldi. Bu tunji qitim emas. Ammo bu qitim yaqinda bir voqea bo'lib hozir muavin ministr darajadagi odamlardan birisi qo'lga tushdi, endi boshqalar bor tutilgan. Ashta ishlar bo'ldi aslida. Ularning planlarini shu Xi Jinping o'tgan yil Wuhanga borgan vaqtida shu chaqda o'ltirmoqchi bo'libdi ekan. Buni o'zimiz sezgan o'xshaydi, haqlar gaplarga qiz qo'ygan chiqib ko'p tomapti. O qitim Wuhanga borganda jami to'g'ri vaqt 3 soat taklamkan. Ashta bo'lg'ashqa ashta chiqishlar bo'lganligi uchun bu hozir bu Xitoyniki Tayvan bo'g'izida ayblan shu o'tishniki yana bir maqsadi davlat ichidagi xalqniki vatanparvarligini qo'zg'ab, shu orqali ularning diqqatini Xitoy davlati ichida yuz berayotgan og'ir masalalarni boshqa burash. Buni maqsad qilayotgan taraflarimiz bor. Shundan başlash bo'lyapti. Endi bu haftadagi yana nachar xabarning birisi nima desanglar? Biden tunugun yoki bir kun qilgan so'zlarda biz bundan keyin Tayvan kelishimi bo'yicha ish qilamiz degan gapni dedi. Bu Tayvan kelishimi degan nimada deb men biroz tekshirib baqdim. Bu nima ekan desanglar? Amerika hukumatining Tayvan emas, Xitoy davlatini Xitoyniki haqqoniy hukumati deb e'tirof qilish ekan. Shu Tayvan kelishimining ma'nosi shukan. Demakchi, bundan keyin biz yana Tayvanni e'tirof qilmaymiz, Xitoy davlatini ham e'tirof qilamiz degan, shu bo'yicha ish qilamiz degan gap ekan bu. Bu Xi Jinping qilgan bir xushomadchilik, aniqlik gap bu. Xabarlarda bor. Oldingi hokimiyatning oxirgi qismida Pompeo Tayvan hargiz Xitoy davlatiga tabi bo'lib qolgan emas degan gaplarni degan. Bu jihatdan qattiq siyosatni qo'llanishga boshlagan. Bularning hammasi uchib ketdi. Uchib ketib hozir endi biz Tayvan birligi bo'yicha ish qilamiz deb. Undan keyin Amerikaning yana bir qonuni bor ekan. Tayvan munosabat qonuni degan qonun. Biz shu bo'yicha ish qilamiz bundan keyin degan gaplar bo'libdi yaqinda. Bu nima ekan desanglar? Bu qonunda Tayvanniki bundan keyingi ishlari, kelgusidagi ishlarning hammasi tinch yo'l bilan bir taraf qilindi. Yoki biz Amerika Tayvan masalasida Xitoyga urushmaymiz degan bir maydon ekan bu. Ashchi narsalarni tortib chiqib, shu bilan ish qilamiz deb bir narsalarni quvvat qilib turibdi. Ish qilib bu ishlarni keng doirada aytgan chog'da biz uchun foydali emas. Oldingi hokimiyat bilan butunlay o'xshamaydigan yo'l tutishniki bir tarafi bu. Endi yaqinda shu Tayvan Xitoy munosabatida urush bo'lib qolish ehtimolligi haqida siyosiy analiz yurgizayotgan kishilar juda ko'p. Hozir bir qancha odamning o'tirib qo'ygani Xitoy 2022-yili yoki 2024-yili yoki 2027-yili Tayvanga hujum qilishi mumkin degan farazlarni o'tirib qo'yatdi. Men 2024-2027-yilda ustida to'xtalmayman. 2022-yili nima desanglar, hozir Xi Jinping kelajaqqa Xitoyda bir saylan bor. Xitoy Kompartiyasiniki 20-qurultiyi bor. Aslida Xi Jinpingniki xizmat muddati to'shib bo'lgan. Xitoyniki burungi qonuni bo'yicha bir odam faqat 2 muddat o'qituvchi bo'ladi.
4 yıldan 8 yıl оқыту тұсы болады, яқында емес екен, қазір 5 жылдан 10 жыл болып болды екен келер жылыққа. Ши Цзиньпин 2012 жыл тақтыққа шыққан. Келер жылыққа 10 жыл болды да жәме. 5 жылдан 5 жылдан 2 қатан болса 10 жыл болды екен. Әнде Ши Цзиньпин келер жылыққа түшмей, оқуқны давамы тұтып кете бермен деп шоңған айтып қатық терішіп атыды. Қазір бұл жерде болатқан нұрғын штаба. Әнде кішілерінікі бұл Қытай nima uchun kelajakqa Tayvanga hujum qilib qilishi mumkin degan ehtimollar ustida to'xtalganda Shi Jinping hozir birisi davlat ichidagi egri masalalarda Xitoy davlatidagi xalqlarniki diqqatini boshqaga burash bilan birlikda Tayvanga hujum qilib Tayvanni elib shu natijasi bilan kelajak taxtga o'tirish ishini osonlashtirmoqchi degan farazlar o'tirish chiqyotdi. Yana bir tarafdan bu yerda qandaqdir Xitoy Tayvanga hujum qilsamkin uni evolgan ish yo'q. Hozir bizning xabarda bor. Hozir Amerika, Yaponiya, Hindiston, Avstraliya ularning hammasi urush tayyorliq hozir. Yevropalik davlatlarmi bor. Shunga endi agar Tayvanda tiz qo'l tushira olmayman desa, uniki birdan bir usuli yadro bombasi ishlatilish, atom bombasi ishlatilish ekan. Ondaq işləsə, Xitay şu vaxtın üzüllən bütün dünyanıki ortaq düşmənlik aylandi, xəbərlərdə var. Onun üstüge Tayvan'ı aldım deyip, onu atom bombasıyla partlatıp, o yani heç qandaq işlemге qağı gəlməyən bir zəmin götürüb, ağanın heç qandaq faydası yox. Tayvan'ın iqtisadi intən güclü dünyada, xili sanalıq orunlarının içində orunalıq ağan, hatta bu başqanda veyran qılıb qol düşməsi mümkün. Endi adətki ənənəvi usullar bilan Tayvanga hücum qilib qalsa, Tayvanni undaq tez ala olishi mumkin emas. O Tayvanga kirdigan bir qanchalar mumkin yerlar bor ekan, kira oladigan Xitoy armiyasi. U yerga kirishmi oson emas. Tayvanlar allaqachon tayyorlab qilib bo'lgan. Uning ustiga albatta men degandek boshqa davlatlarmi hammasi hozir Tayvanga yordam qilamiz deb tayyorlab turyapti. Bu haftada yaqinda bo'lgan yana bir cho'ng yangi o'zgarish Yaponiya o'zining ikki cho'ng harbiy parxutini o'zgartib, ustidagi narsani hammasini evitib tuzlab, uni tikcha bilan tushalaydigan aviamatka aeroplaniga aylantirdi hozir. Andan Amerikaning yordamida yaqinda Amerikaniki F-35B degan so'qash aeroplanini qo'ndirib uchirib mashqani qilib baqdi bo'la. Bu F-35B degan aeroplan birga qo'ngan chog'da yoki uchganda tik uchar aeroplandek qo'nib ucha oladi ekan. Tik tushib tik ucha oladi ekan. Lekin uchib bo'lgandan keyin odatdagi aeroplanlardek tez surat uchib, nihoyatda ko'p xildagi harbiy ishlarni olib bora oladi ekan. Masalan, urush aeroplani bo'la oladi ekan. Andan keyin bombardimon qilishdek. Andan keyin elektronlik qurollari bor ekan bu aeroplanda. Axborot to'plash ishini qilaydi ekan, tekshirish ishini qilaydi ekan. Shunday ko'p iqtidorli aeroplan ekan bu. Mush aeroplanni hozir Yaponiya yangidan o'zgartib yasagan ikki aviamatka parxotiga tushirib qo'ndirib ashlar narsani mashq qildi. Shunga hozir endi Yaponiyami havo armiyasiyatimi bir cho'ng ilgirlash yasadi degan gap endi. Qisqasi Tayvan bo'g'izda bo'layotgan ishlarning hammasi asosan popoza hozircha urush bo'lib qolishi ehtimolligi cho'ng emas bu yilning ichida. Agar kelar yil Shi Jinpingniki bak g'ayri tutib ketib, agar Tayvanga hujum qilib qolsa, bu biz uchun bir cho'ng yaxshi ish bu. Xitoy hozirgi Xitoy hokimiyatiniki halok bo'lishidan darak berdi bu. Kishilar endi shu bir ehtimol ham o'tirib qo'yadi. Endi bu haftadagi 4-chi cho'ng xabar yaqinda Amerikadagi Biden hukumatining soda vakili Catherine Tai degan ayol Xitoyniki Xitoy bilan bo'lgan soda munosabati haqida bir qism gaplarni dedi. Mening farzimcha bu ayol berib bo'ldimi, berib bo'lmadimi Xitoy bilan suhbatlashmoqchi soda ishlarida. Endi bu vaqtda buni parinjiq hozir. Parinjiq ishlar biroz murakkab. Ijobiy tarafim bor, salbiy tarafim bor. Men to'liq anqirtib olmadim buni. Bu to'g'ri davomli kuzatishimizga to'g'ri keladi. O'tirib chiqayotgan bir salbiy narsalar nima desanglar,
Trump hökuməti Xitay bilan tuzgan birinci qıtımlıq savdo kelishimininki hozir aran 60% icra qilinibdi. Xitay hökuməti Amerika hökuməti bilan tuzgan birinci qıtımlıq savdo kelishimining 60%dakni icra qilib qoldirdi, icra qilmabdi. Mashtaq bo'lishi qaramay, hozirgi hukumat, Amerikaning hozirgi hukumati bir qism sohadagi Xitoylar milidan oldigan alayda bosh jazo bejini bir yil kuchaytirmoqchi bo'lganligini e'lon qildi. Ya'ni Xitoyga yaxshi bo'yotdi. Shunga bu yerdagi gap birinchi qatorliq savdo kelishimini ijro qilmagan odamni texnik qattiq jazolamay, uni mukofotlagandek ish bor degan gaplar o'tirib chiqyotdi. Albatta men degandek buning zodi nagichilik mantiqiy tafsili egallab olmadim. Bu to'liq bilgan bu yerda ushlab o'tirishga vaqt yo'q. Ishqilib bu gaplar o'tirib chiqyotdi. Yana ijobiy tarafi bu shu savdo ishiga kelgan chog'da Bayden hukumati oldingi Amerika hukumatiniki Xitoy qilayotgan siyosatini davomlashtiryotdi degan gaplarmi bor. Ishqilib konkret ishlarni bundan davomli kuzatib bir narsa deyishga to'g'ri kelyotdi. Buni sizlarga mashqilib qilib qo'ymoqchi bo'lgan. Bu haftadagi yana bir cho'ng xabar, bu yillik Nobel mukofoti tarqatilishga boshladi. Hozir bir qancha sohalarda tarqatilib bo'ldi, ximiya degandek. Anikin tunugimi, bir kunmi Nobel tinchlik mukofotini e'lon qildi. Buni bir Filippinlik muxbir bilan yana bir Rossiyalik muxbirga ikki kishiga beribdi. İlham To'xtaga yo'q. Bu yilmi nurg'unlarimiz shu mukofotni İlham To'xtaga bir qalamnikin degan orzu etdim. Meniki ba'zi do'stlarimni o'zi turayotgan davlatlardagi ba'zi medialar izlab ekan. Bu yil shu Nobel tinchlik mukofotini İlham To'xtaga berib qilish mumkin. Agar berib qolsa, sen bilan suhbat o'tkazsam, ideya qilib qo'ygan degandek gaplarni deb ekan. Shunga biroz umidvor tug'an endi. Lekin bu ish bo'lmadi. Yana bir tarafdan shu Liu Xiaoboga tinchlik mukofotini bergandan keyin Xitoy intayin o'ktamli qilib, shu Nobel mukofoti komitetiga nihoyatda ko'p besim ishlatib, tahdid silib, nurg'un ishlar qilib ketgan. Ishqilib ularni Xitoy bilan munosabatli bir odamga Nobel tinchlik mukofotini berishdan to'yg'izibdi bular. Xitoy hukumati. Endi hozir yuz berayotgan ahvollar shuningki davomini uqilolmaydi. Ishqilib Uyg'urlarga tegmaydi bu qator mukofot. Endi oxirida sizlarga bir deb qo'ydim. Sizlarga har haftada NASA to'g'riliq mozraqchi uchurlarni berib qo'yay deyapman. NASA to'g'riliq uchurlar jiq. Bu haftadagi cho'nroq uchurniki birisi yaqinda shu nimani bu nima xabar desanglar, yaqinda shu NASA'dagilar tekshirib Jupiter degan gaz planeti, Marsning atrofidagi gaz planetlarininki nihoyatda cho'ng bir qizil yumloq deg'i bor. Bu dog'ning cho'nligi yer sharidan cho'nroqga. Nihoyatda cho'ng bir dog'andi yumloq shakldagi. Bu soat istilasiga qarshi aylanadi ekan, qarshi aylanib turadi ekan. Uning aylanish sur'ati 650 kilometrdan yuqori ekan, soatlik, 1 soatlik tezligi 650 kilometrdan yuqori. Xabarlarda bor, odatdagi aeroplanlar 500 kilometrdak uchadi, Boeing 737 degan aeroplanlar soatiga 500 kilometrdak uchadi. Bu Yupiterdagi qizil dog'niki aylanish sur'ati 650 kilometrdan yuqoriroqga. Yaqindagi shu 20 yillik vaqtning ichida buniki aylanish tezligi burunqidan jiq tezlashib ketibdi. Mush bir ishni bayqabdi. Xabarlar qilijik men bugun sizlarga har qatim birasini deb qo'yay. Insanlarning yoshroq qoladi. Endi oxirida deydigan yana bir gapim, o'tganda sizlarga shu bizning vatandagi bolalar lagerining tizimligi
doktorxonalarning tizimidagi, andan keyin 4 viloyatdagi majburiy emgak zavod shirkatlarining tizimligini tuzib chiqqanligimizni degandim. Buni Uyg'ur Uyg'ur axborot markaziniki tor betida e'lon qildik. Bular Xitoycha mushuni tarjima qilishga, Xitoychadan inglizchaga tarjima qilishni kutib turayotgan necha organlar bor. G'arb organlari, g'arbdagi tadqiqot yoki muxbir media organlari degandek. Bu bak jiddiy lozim bo'lgan jami 5 qism narsa bor. Hozir darhol tarjima qilish tegishlik. Birisi bolalar lagerining tizimligi, ondan keyin majburiy emgak zavod shirkatlarining tizimligidan 4 bor. Xotan, Qashqa, Oqsu, Korla. Bolalar lagerini bir qadamimizimiz ep bo'ldi. Qolgan bu zavod shirkatlarining tizimligidan 3ni ep bo'ldi, boshqalar 3ni ep bo'ldi. Birisini tarjima qilib bo'ldi. Uni texib bilgan torbetiga chiqarib qo'ydik, Uyg'ur axborot markazining torbetiga. Hozir Qashqadagi majburiy emgak zavod shirkatlarining tizimligini tarjima qiladigan odam chiqmaydi texi. Agar bo'lsa, bilasinglar, buni qilib bergan bo'lsanglar, men deb kelyapman. Hozir navbatdagi vaziyatda Uyg'ur davosining ichida buningdan muhim ish yo'q. Bu intayin muhim o'rindagi ish. Chet elliklar bizga yordam qilamiz deb saqlayotganmiz. Ingliz chiqsa, biz foydalandik deb natijalarda. Asta bo'g'ashqa mushlarda yordam qiladigan qarindoshlar bo'lsa, meni izlasanglar, mana shuni bir qilayotgan bo'lsak. Rahmat. Ep bo'lgan, yordam qilayotgan 4 qarindishimizga ko'p rahmat. Bu ish bitib ketsa, bir cho'ng ish bo'lgan bo'ladi. Bugungi deydiganlarim shunchalik. Kular qatim ko'rishga omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.